plastik hayotingizni qisqartiradi. Mikro va nanoplastik qon tomirlarida to'planadi va insonning turli organlariga tarqaladi. Plastikning mikroskopik zarrachalari allaqachon qonda, miyada, yurakda, o'pkada, ko'krak sutida, yo'ldoshda aniqlangan va yaqindagidan ular erkaklar jinsiy olatida, moyaklarda va inson spermasi namunalarida topildi. Plastikdan ajralib chiqadigan zaharli moddalar endokrin tizimini buzadi. Bu jiddiy oqibatlarga olib keladi. Bepushtlik va gormonal buzilishidan tortib, ko'krak saratoni, tuxumdonlar va prostata bilan bog'liq onkologik kasalliklar xavfining oshishigacha. Plastikdagi kimyoviy qo'shimchalar yurak-qon tomir tizimiga ham salbiy ta'sir qiladi va ateroskleroz xavfini oshiradi. Miyaga kirib, plastikning mikro va nano zarralari Alsgeymer va Parkinson kasalliklari kabi neyrodegenerativ buzilishlar ehtimolini oshiradi. Plastik zarrachalarini yutish astma va hatto o'pka saratoni rivojlanishiga yordam beradi.